Men Sultonov Davron Davlatovich Furqot tumani Fermerlar kengashi raisi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Biz bugungi kunda Furqot tumanida 195 nafar fermer xo'jaligi paxta g'alla yo'nalishi bo'yicha faoliyat olib boradi. Mana bugungi kunda kuni kecha qishloq xo'jaligi vazirimiz tomonidan fermerlarga kerakli topshiriq, tavsiyalar, ko'rsatmalar berildi. Bu ko'rsatmada, bu topshiriqda toza maydon, sifatli mahsulot garovi degan shiorida fermerlarga kerakli topshiriq, tavsiyalar yetkazdik. Bugungi kunda xalqaro tadqiqot qishloq xo'jaligi yerlarida tuproqdan plastik chiqindilarni, xususan tomchilatib sug'orish plyonkalari qoldiqlarini, plastik idishlari va boshqa mahalliy chiqindilarni, mahsulotlarni sifatli salbiy ta'sir ko'rsatganligi qayd etildi. Mana bugungi kunda bugun viloyat fermerlar kengashi va viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi va o'z LDF partiyasi bilan birgalikda fermerlarda dala maydonlarda chiqindilarni yig'dik. Bugungi kunda xalqaro tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, qishloq xo'jaligi yer maydonlarida to'planayotgan maishiy chiqindilar, tomchilatib sug'orishdan qolgan plyonka qoldiqlari, shuningdek maishiy chiqindilar oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligi qayd etildi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi hamda Farg'ona viloyati fermerlar kengashi hamkorligida toza hudud sifatli oziq mahsulot garovi shiori ostida chellenjga start berdik. Barchangizni ekologik chellenjimizda faol ishtirok etishga chorlab qolamiz. Zero tabiatni asrash har bir fuqaroning burchidir.